O Dünya. Abdori Doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Muhammad Barat. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Muharriri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Loyihaliguvchi A Aqhon. Oxirat kuni. İnsan Allah Taala taqdir qilgan muddatda barzakh hayotida turib, Allah qabrlardagi o'liklarning qayta tirildirishiga ruxsat qiladigan vaqt kelganda surpulinadi. İnsanlar hashr qilinadi va qiyomat qoyim bo'ladi. Undaqda qiyomat qachon bo'ladi? Surni pulashning ma'nosi nima? Ular qabrlardan qandoq chiqadi? G'arq bo'lib ketgan va kuyib ketganlarga o'xshash qabrga qo'yilmaganlarning holi qandoq bo'ladi? Ular qandoq tirildirildi? Allah faqat insonlarni qiyomat maydoniga yig'amdi yoki butun maxluqotlarnimi? Jinlarni hashr qilishning yo'li qandoq? Tuvanda bu turli kallaga keladigan savollarga tafsiliy javob beriladi. Oxiratga iymon etishning o'rni. Oxirat kuniga iymon etish iymonning bir ruknisi bo'lib, bu vaqtda Alloh taolo aytganki, sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, anbiyolarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzasidan xish aqrbolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul malidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Baqara surasi 177-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam iymonni sharhlab, Allohga, Allohning farishtalariga, kitoblarga, anbiyolarga va oxirat kuniga iymon etishing va yaxshi yomon taqdirga iymon etishingdir degan. Oxirat kuniga iymon etishning ma'nosi: qiyomat kunining keldiganligi va u kunda bo'ladigan ishlarni jazmlik tasdiq qilish, o'limga va o'limdan keyin yuz beradigan ishlarga iymon etish va qiyomatning alomatlarini tasdiq qilishdir. Kimki oxirat kunini inkor qilsa yoki uning yuz beradiganligiga shak qilsa, islomdan chiqib ketadi, kofir bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohni, Allohning farishtalarni, kitoblarini, payg'ambarlarni va oxirat kunini inkor qiladigan, u qattiq ozg'on bo'ladi." Nisa surasi 136-oyat. Oxirat kuni shaksiz yuz beradi. Kimki uning yuz beradiganligiga shak qilsa, kofir bo'lib ketadi. Chunki u Allohni va Allohning payg'ambarini yolg'onga chiqarg'uchidir. Chunki Alloh kofirlar oxirat kuniga ishonmaydi va Alloh maxluqotlarni o'lgandan keyin qayta tirildiradi deb bayon qildi. Haq taolo aytadi: "Sizlarga Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Qiyomatda, ya'ni qiyomatning bo'lishida hech shak yo'q deyilsa, sizlar haddidan ziyoda sarkashliklardan qiyomatning nima ekanligini bilmaymiz, faqat uni bo'lishi mumkin deb gumon qilamiz, uningga biz haqiqiy ishonmaymiz" dedinglar. Jasiya surasi 45-oyat. Oxirat kunining shaksiz keldiganligiga iymon etish vojib bo'lib, Alloh najot topadigan mu'minlar haqida mundaq degan: "Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki anbiyolarga nozil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi." Baqara surasi 4-oyat. Oxirat kunining shaksiz keldiganligi haqida bo'lsa, Alloh taolo mundaq degan: "Shundaqla qiyomatning shaksiz bo'lganligini, qabrlardagi o'liklarni, o'lik zaminni, o'simliklarni o'ndirish bilan tirildirgandek, Allohning tirildirganligini bildirish uchundir." Haj surasi 7-oyat. Yo'ritma. Kimki qayta tirildirishga, jannat va do'zaxga iymon etmasa, u islom diniga kofir bo'lgan bo'ladi. Oxirat kunining sifatlari. Alloh taolo kitobini hamma narsani bayon qilg'uchi qilib tushirdi va hurmatli anbiyolarni xushbishorat berguchi va ogohlantiruvchi qilib avatdi. Shuning jumlasidan Alloh taolo bizga oxiratning ishlarini bildirdi va oxiratdagi ahvolni sifatlab berdi. Undaqda oxirat kunining sifatlari qaysilar? Nima uchun bu qo'rqinchli sifatlar bilan keldi? Bu sifatlarni o'qiganida mu'min nima qilish kerak? Oxirat kuni u sur po'lindigan va qiyomat qoyim bo'ladigan kundir. Alloh taolo bu kunni nurg'un sifatlar bilan sifatlagan bo'lib, tuvandagi sifatlar u kunning va u kundagi insonlarning ahvolini yuritib berdi. Birinchi, bo'ladiganligida shak yo'q haq kun. Shundaq, Alloh bilan qasamki, u shak shubhasiz keladigan kundir. Xuddi Alloh taolo bu oyatda va'da qilgandek: "Ey insonlar,
Allohning va'dasi haqiqatan haqdir. Sizlarni hargiz dunyo tirikchiligi mag'rur qilmasin. Shaytanning sizlarni Allohning apusining kengligi bilan mag'rur qilishiga yo'l qo'ymanglar. Fatir surasi 5-oyat. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat haqdir degan. Ikkinchi, kofirlarga ig'ir kundir. U kunda amallar uziladi, ajallar oxirlashadi va har bir inson o'zi qilgan yaxshilik va yomonlik bilan uchrashadi. Yaxshilikni avutish va yomonlikni azaytish uning qo'lidan kelmaydi. Haq taolo aytadi: Sur chalingan vaqt u kun qiyin kundir. Kofirlarga oson emasdir. Muddassir surasi 9-10 oyatlar. Ammo mu'minlarga nisbatan bu oson kundir. Chunki u kundagi cho'ng qo'rqinch ularni qayg'uga solmaydi. Ularning bir qismi Allohning dargohida arshining soyasida turadigan bo'lib, ular uchun xushallanarli ahvollar bor. 3. Har bir kishiga qilganining mukofot jazosi to'liq beriladigan kundir. Har bir kishining qilgan yaxshilik va yomonliklarining mukofoti va jazosi to'liq beriladi. Hamma amallar o'zgarib ketmaydigan va yolg'on aytmaydigan kitobda yozilgandir. Haq taolo aytadi: Kelishi shaksiz bo'lgan kunda, ya'ni qiyomat kunida ularni to'playmiz. Har bir kishining qilgan ishining jazosi va mukofoti to'liq beriladigan, ularga azobni ziyoda qilib etish yoki savobini kamaytirib etish bilan zulm qilinmaydigan shu chaqda ularning holi qandoq bo'ladi? Al-Imron surasi 25-oyat. 4. Allohning dargohida vaqti belgilangan kundir. Bu kun belgilangan muddatdan ilgari keyin qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda aytqinki, sizlarga azob uchun va'da qilingan bir kun borki, uningdan birdammi ilgari keyin bo'lmaysizlar. Saba surasi 30-oyat. 5. Yaqin kundir. Shundoq, u kun biz bak yiroq deb qarasaqmi, bak yaqin kundir. Alloh taolo bu kunni ilgirki ummatlarga va'da qilgan edi. Ularning zamoni o'tib ketib, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatining zamoni keldi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'ttir barmoqi bilan bosh barmoqidan keyingi bigiz barmoqini mundoq qilib ko'rsatib turib, "Men avatilgan vaqt bilan qiyomat oraliqi mushu ikkisining oraliqchilik" degan. Haq taolo aytadi: "Ular u azobni yiroq deb qaraydi. Biz uni yaqin deb qaraymiz." Ma'arij surasi 6-7 oyatlar. 6. Tuyuqsiz keladigan kundir. Bandalar ilm, fan va tushunchada qanchalik taraqqiy qilib ketishidan qat'iy nazar, qiyomatning qachon bo'lganligini bilolmaydi. Bu Alloh taolo anbiyolarga va farishtalarga bildirmagan cho'ng bir sir bo'lib, bu masalada javob berguchi so'rg'uchidan ortiq bilmaydi. Haq taolo aytadi: "Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keladi-da, ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatolmaydi. Ularga tavba qilib olish va o'zir bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi." Anbiya surasi 40-oyat. Va yana: "Ey Muhammad, ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'lganligini faqat Parvardigorim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat osmonlarning va zaminning ahliga ig'ir vaqadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tunishdek uni sendan so'rashadi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi." A'rof surasi 187-oyat. 7. Buyuk kundir. U maxluqotlarning beshiga keladigan buyuk bir kun bo'lib, uningdan ilgarimi, keyinmi undaq bir kun bo'lmaydi. U kunda cho'ng hodisalar va qo'rqinchli ahvollar bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda ular buyuk bir kunda tirildiganligiga ishonmamdi. U kunda insonlar olamlarning Parvardigorining huzurida tik turadi degan. Mutaffifis surasi 5-6-oyatlar. 8. Quyosh bandalarga yaqin qilindi. Qiyomat kuni hamma narsa o'zgaradi. Koinotning ritmi buziladi. Osmon qip-qizil bo'lib lavildaydi va quyosh maxluqotlarga yaqin qilinadi. Maqdad ibn Amr ibn Asvad radhiyallohu anhu rivoyat qilib dediki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni quyosh bandalarga 1 yoki 2 mil miqdorida yaqinlashtiriladi." Raviylardan Sulaym bu zaminning musofasini o'lchaydigan milmo yoki ko'zga surma tortadigan milmo bilmadim degan. İnsanlar qilgan amallariga qarab tarlaydi. Ba'zilar o'shqog'icha, ba'zilar tizg'icha, ba'zilar biligicha, yana ba'zilar og'zig'icha tarlaydi. Bu hadisni rivoyat qilguvchi "Men Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ta'rining ko'pligini bildirish uchun qo'li bilan og'ziga ishorat qilganligini ko'rdim" degan. 9. Allohning iznisiz hech kishi gap qila olmaydigan kun. Shundoq,
Buyuk va ulug' Allohni ulug'lash yuzidan ins jinlar ularning yaxshilari, yomonlari hammasi, farishtalar va anbiyolar hammasi sukut qilib gap qila olmaydi. Faqat mutlaq podshoh Alloh gap qilishga ruxsat qilgan kishilar gap qila oladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Qiyomat kuni bo'lganda har qanday odam Allohdan ijozat bo'lgandila so'zlaydi. Ularning ba'zilari badbaxt bo'ladi, ba'zilari saodatmand bo'ladi. Hud surasi 105-oyat. Va yana bu kunda kishilar Allohning mahsharga da'vat qilg'uvchisiga ergashadi, qing'ir ketmaydi. Marhamatlik Allohning ulug'ligi va haybatidan qo'rqib, barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Taho surasi 108-oyat. 10. Bütün padişahlık yegana Allah üçün bo'ldigan kun. Padişahlarning padişahligi yo'qaydi. Paris padişahlarning ballari sunidi. Rum va Rus padişahlarning armonlari yo'q bo'ladi. Yuz abro'y, hukmronlik, padişahlik taxti va hukm faqat mutlaq padişah va eng cho'ng hukm chiqarg'uvchi Allah uchundir. Shundaq, padişahlik yakki yegana qahr qilg'uvchi Allah uchun bo'ladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Ular qabrlardan chiqqan kunda Allohga ulardan, ya'ni ularning ahvolidan, amallaridan, sirlaridan hech narsa maxfiy qolmaydi. Bugun podshohlik kimga xos? G'olib bir Allohga xosdir. G'ofir surasi 16-oyat. Va yana podshohlik bu kunda marhamatlik Allohga xosdir. Bu kun kofirlarga qiyindir. Furqon surasi 26-oyat. 11. Allohning zikridan yuz o'rganlar pushaymon qiladigan kun. Allah'ның zikridan baş tartqan, haddidan aşqan va azg'un yo'lga ergashganlarning hammasi qiyomat kuni pushaymon qiladi va xarob bo'ladi. İnsan payg'ambar chaqirsa baş tartib, boshqa birisi chaqirsa ovoz qo'shganligi uchun pushaymon qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, shu kuni zolim, ya'ni kofir ikki qo'lini tishlab, "Esit, payg'ambar bilan najotlik yo'lini tutsamchi. Esit, palonini do'st tutmagan bo'lsamchi. Qur'on menga yetgandan keyin u, ya'ni paloni meni Qur'ondan shak shubhasizki azdurdi, deydi. Shayton insonni azdurib bo'lib tashlab o'tadi. Furqon surasi 27-oyatdan 29-oyatlargacha. Natija: oxirat kunining sifatlari bizga ashu kunning tabiatini va u kundagi kishilarning ahvolini bayon qilib berdi. Qiyomat qachon bo'ladi? Maxluqotlardan hech biri qiyomatning qachon bo'lganligini bilmaydi. Uni faqat yegona Alloh biladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Alloh yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ata nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Alloh haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir. Shay'larning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Luqman surasi 34-oyat. Ular sendan qiyomatning qachon bo'lganligini so'raydi. Sen uni qandoqmi bayon qilib bera olaysan? Uni bilish Parvardigoringga xosdir. Sening vazifang faqat qiyomatdan qo'rqadigan odamni ogohlantirishdir. Naziat surasi 42-oyatdan 45-oyatlargacha. Undaqda birarsining qiyomatning qachon bo'lganligini bilishi mumkindir. Qiyomatning qachon bo'lganligini bila olaymizmi? Jibril alayhissalom Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'raganda, u zot bu haqda so'rag'uchidan bakrak bilmaydi deb javob bergan. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam g'aybning ochqishlari 5 tur degan. Andan bu oyatni o'qigan. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Allah yomg'irni o'zi belgilagan vaqtda va o'zi belgilagan joyga yog'diradi. Bachchidandikilarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtukmi, baxtlikmi, baxtsizmi Alloh biladi. Hech odam ati nimalarni qildiganligini, ya'ni uningga nima ish bo'ldiganligini, yaxshi yomon ishlardan nimalarni qildiganligini bilmaydi. Hech odam o'zining qayerda o'ladiganligini bilmaydi. Allah haqiqatan bütün ishlarni bilib turg'uchidir. Shay'larning ichki va tashqi taraflaridan to'liq xabardordir. Luqman surasi 34-oyat. Qiyomatning qachon bo'lganligini bilishning foydasi bormi? Kimki vafot bo'lsa, uning uchun qiyomat bo'lgan bo'ladi. İnsan o'zining qachon o'lib ketadiganligini bilmaydigan tursa, qiyomatning qachon bo'lganligini bilsa, foydasi bo'lamdi. Masalan, faraz qilayli, u kishi 1 yildan keyin qiyomat bo'ladi deb bilgan bo'lsa, uning qiyomat bo'lguncha yashaydiganligiga kim kafolatlik qila oladi? Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam
qiyomat qachon bo'ladi deb so'ragan kishilarni qiyomat kuni uchun qanday tayyorlik qilaman degandek foydali savollarni so'rashga yuzlantirgan. Anas radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, bir odam Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan qiyomat to'g'riliq so'rab, qiyomat qachon bo'ladi deganida Rasululloh. Uning uchun nima tayyorlading dedi. U kishi Allah va Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallamni so'yishdan boshqa tayyorlaganim yo'q deganida Rasululloh. Sen qiyomat kuni so'ygan odaming bilan birga bo'lasan dedi. Anas radhiyallohu anhu dediki, biz hech narsaga Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sen so'ygan odaming bilan birga bo'lasan degan so'ziga xush bo'lgandek xush bo'lib boqmadik. Qiyomat qaysi kuni bo'ladi? Hadislarda qiyomatning qaysi kuni bo'lganligini belgilab beradigan mazmunlar kelgan bo'lib, qiyomat juma kuni bo'ladi. Bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat juma kunidan boshqa kunda bo'lmaydi degan. Shuning uchun hamma maxluqotlar ashu kundan qo'rqadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam yana aytdi: Quyosh chiqqanligi kunlarning yaxshisi juma kunidir. Shu kunda odam yaratildi. Shu kuni zaminga tushirildi. Shu kuni tavbasi qabul qilindi. Shu kuni vafot bo'ldi. Shu kuni qiyomat qopadi. Ins jindan boshqa har qanday jonliq juma kuni tong atgandan boshlab kun chiqquncha qiyomat bo'lib qilishdan qo'rqqanlik uchun varqiraydi. U kunning uzun bo'lganligi. Qiyomat kuni buyuk va ulug' kundir. Balki eng uzun va tas kundir. U kunning miqdori 50 ming yil bo'lib, bandalar orasida sud ochiladigan va husumatlar bartaraf qilinadigan kundir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki, oltin yoki kumushi bor har qanday kishi uning zakatini bermaydi ekan, qiyomat kuni uzunligi 50 ming yilga barobar keladigan bir kunda bandalarning orasida hukm chiqarilib jannatga yoki do'zaxga kiradiganligi aniq bo'lgan qadar oltin kumushlardan leganlar yasilib jahannam o'tlari bilan qizdiladi va u kishining biqin, peshona va dumbisi dog'lanib turadi. Leganlar sovib qolsa qayta qizdilib turadi. Bu kun uzun va qiyin bo'lsa-mu, biroq mu'minlarga nisbatan oson kundir. Bu kun mu'minlarga nisbatan peshin bilan asrning orliqidagi vaqtchiliklar o'tib ketadi. Bu vaqtda Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni mu'minlarga peshin bilan asrning orliqchilikdir degan. Xabar. Qiyomat qachon bo'ladi deb so'rashing foydasiz. Foydali bo'lgani uning uchun nima tayyorladim deb so'rashingdir. Oxirat kunining ismlari. Oxirat kuni dunyoda maxluqotlar beshidan kechiradigan eng buyuk, eng qattiq va eng qo'rqinchli kundir. Bu kun buyuk bo'lganligi uchun uning ismlari ko'p bo'lib, bular oxirat kunining ismlari ham sifatlaridir. Chunki ism sifatga dalolat qiladi. Undaqda oxirat kunining ismlari qaysilar? Nima uchun oxirat kunining ismlari ko'p bo'ladi? Arab tilida ma'lumki, buyuk narsaning ismlari ko'p bo'ladi. Uning buyukligi ziyoda bo'lgan sari uning ismlari shuncha ziyoda bo'ladi. Tuvan, past narsalarning ismlari ko'p bo'lmaydi. Qiyomat kunining eng mashhur ismi qiyomat, ya'ni o'rnidan turish kuni degan ismdir. Chunki u kunda insonlar olamlarning parvardigori uchun o'rnidan turadi. Alloh taolo mundaq degan: Qiyomat kuni bilan qasamki. Qiyomat surasi 1-oyat. Alloh taolo u kunda insonlarning o'zi uchun o'yir turadiganligini zikr qilib mundaq degan: U kunda insonlar olamlarning parvardigorining huzurida tik turadi. Mutaffifin surasi 6-oyat. U kunning ismlaridan yana 1. Oxirat kuni, al-yawmil axir. Chunki bu kundan keyin dunyo kunlaridan bir kun bo'lmaydi. Haq taolo aytadi: Shubhasizki mu'minlar, yahudiylar, nasoralar orasidan va farishtalarga, yulduzlarga cho'qinuvchilar orasidan Allohga, oxirat kuniga iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlar Parvardigorining qashida ajrdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u yo'qdir. Baqara surasi 62-oyat. 2. Jazo kuni, yawmuddin. Chunki bu kunda bandalarga jazo mukofot beriladi va hisob ilindi. Haq taolo aytadi: Jazo, mukofot va hisob kunining egasidir. Fatiha surasi 4-oyat. 3. To'plash kuni, yawmul jamoa. Chunki Alloh bu kunda avvalqilarni va keyingilarni jazo mukofot berish va hisob ilish uchun to'playdi. Alloh taolo mundaq degan: U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U o'zaro ziyon uradigan kundir. Tag'obun surasi 9-oyat. 4. Fatih kuni, yawmul fath. Chunki bu kunda amallar oshkora bo'ladi. Pardalangan, etilgan narsalar ichiladi. Mu'minlarning g'alabasi fathi o'rniga chiqadi. Haq taolo aytadi: Aytqanki, fatih kuni kofirlarning aytgan iymonining foydasi bo'lmaydi. Ularga muhlatma berilmaydi. Sajda surasi 29-oyat. 5. Amalga oshquchi kun, al-voqia. Bu kun haqiqiy amalga oshadigan kun bo'lganligi uchun bu ism bilan atalgan. Haq taolo aytadi:
amalga oshquchi kun bo'lgan chaqda Voqea surasi 1-oyat. 6. Haq nahaqni ayirish kuni Yawmul fasl. Chunki bu kunda Alloh bandalarning orasini ayraydi. Haq taolo aytadi: Anbiyalarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi? Xaloyiqning orasida hukm chiqariladigan kun uchun ta'xir qilindi. Luqman surasi 34-oyat. 7. Quloqni gaz qilg'udak qattiq ovoz. As-soha. Chunki bu kunda quloqlarni pang qilg'udak darajada qattiq ovoz chiqadi. Haq taolo aytadi: Qiyomatning quloqni gaz qilg'udak qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. Abasa surasi 33-oyat. 8. Buyuk bostirish kuni. At-Tammatul Kubra. Chunki bu kun har qanday buyuk va haybatli ishni bostiradi. Haq taolo aytadi: Buyuk bostirish kelgan chaqda. Naziat surasi 34-oyat. 9. Buyuk chakkuchi. Al-Qari'a. Chunki bu kun o'zidagi qo'rqinchlar bilan qalblarni chekidi. Alloh taolo buyuk chakkuchi nimadir degan. Qari'a surasi 1-2-oyatlar. 10. Dahshatli ahvol. Al-Haqqa. Chunki bu kunda va'da va ogohlantirishlar amalga oshadi. Haq taolo aytadi: Dahshatli ahvol nimadir? Haqqa surasi 1-2-oyat. 11. Soat. As-sa'a. Chunki bu kun maxluqotlarga tuyuqsiz bir soat keladi. Haq taolo aytadi: Soat to'g'risidagi bilim haqiqatan Allohning dargohidadir. Luqman surasi 34-oyat. 12. Oxirat. Al-Axira. Chunki bu dunyoning kunlarining oxiridir. Uningdan keyin dunyo kuni bo'lmaydi. Alloh taolo aytadi: Ular sana nazil qilingan kitobga, sendan ilgirki anbiyalarga nazil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Baqara surasi 4-oyat. 13. Ziyon tortish kuni. Yawmut tag'obun. Chunki bu kunda jannat ahli do'zax ahliga ziyon uradi. Haq taolo: U kunda Alloh sizlarni qiyomat uchun to'playdi. U o'zaro ziyon uradigan kundir degan. Tag'obun surasi 9-oyat. 14. Hasrat kuni. Yawmul hasr. 14. Hasrat kuni. Yawmul hasra. Chunki bu kunda ibodatga sal qarag'anlar va asiy gunohkorlar qilolmay qolgan yaxshi amallariga va gunoh ma'siyat qilganliklariga pushaymon qilib hasrat chekadi. Alloh taolo aytadi: Ularni, ya'ni xaloyiqni hasrat kuni, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgan. O chaqda hamma ish bir taraf qilingan bo'ladi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomatni inkor qilmoqdadir. Qiyomat surasi 39-oyat. Uningdan boshqa qiyomat kunining ko'p ismlari bor bo'lib, har bir ism shu kunda yuz beradigan bir ishni sifatlaydi. Yoki u kundagi maxluqotlarning ahvollaridan bir holatga yoki u kunning buyukligiga va dahshatlarining qattiqligiga dalolat qiladi. Qiyomat kunining maydonlari. Qiyomat kuni bak uzun bir kun bo'lib, bu kunda insonlar nurg'un maydonlarda va nurg'un ahvollarda bo'ladi. Bu maydon va ahvollar insonlarning turlari va ahvollariga qarab har xil bo'ladi. Ba'zida bir odam bir qancha maydonda bo'ladi. Ba'zi maydonlarda hech kishi amalidan so'ralmaydi. Balki munoqasha qilinmasdan, qattiq hisob ilinmasdan amallari yuziga sillanadi. Haq taolo aytadi: Bu kunda hech bir inson o'zining gunohidan so'ralmaydi. Ya'ni gunohlarining alohida alomati bo'lganlikdan bundoq so'rashga hojat bo'lmaydi. Rahmon surasi 39-oyat. Yana ba'zi o'rinda insonlar amallaridan so'raladi, lekin bu bilib olish uchun so'rash bo'lmasdan e'tirof qildirish, xar qilish va mat qilish uchun so'ralgan savoldir. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Safat surasi 24-oyat. Va yana biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan anbiyalar tabliq qildimi, sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Anbiyalardanmi albatta Allah topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Araf surasi 6-oyat. Yana ba'zi o'rinda maxluqotlar so'raladi. Ular e'tirof qiladi va Allohga amallaridan hech narsani yushirolmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, kofirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tub-tuz qilib etilishini, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishini orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yushirolmaydi. Nisa surasi 42-oyat. Qiyomatning yana ba'zi o'rinlarida kofirlar so'raladi. Ular yolg'on aytadi. O'zlarining kofir ekanligini tanib oladi. Vaholanki ular o'zlarining sirlarini bilib turadigan,
Pichirlashqanlarni anglab turadigan va maxfiyatliklarni echib tashlaydigan zatning oldida tursa, bu tinivilish qandaqmi ularga kar qilsin? Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, andin ular faqat o'zlari aytib, dunyodagi chog'lardagiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamizki, biz mushrik bo'lmagan edik deydi. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandaq yolg'on so'zlaganligiga qaragan. Ularning Allohning sheriklari deb bo'hton chaplagan butlari ulardan qochidi. An'am surasi 23-24 oyatlar. Yana ba'zi o'rinlarda halok bo'lg'uchi va yolg'onga chiqaruvchilarga barliq xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular davolg'ushib cho'kib ketishidi va ularga ahvollar noaniq bo'lib ketadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, u kunda Alloh ularga nido qilib aytadi. Anbiyalarga nima bilan javob berdinglar? U kunda ularga foydali xabarlar qorong'u bo'ladi. Ular o'zaro so'rashmaydi. Qasas surasi 65-66 oyatlar. Ular Parvardigori uchun nima deyishni bilolmaydi. Ularga hujjat qorong'u bo'ladi. Nima bilan hujjat keltirishni bilolmaydi va qochadigan joy topolmaydi. Rahmat. Qiyomat kuni uzun va qiyin bo'lsa-mu, mu'minlarga osondir. Surning pullanishi. Surning pullanishi qiyomatning vaqti kelib, koinot o'zgarib, dunyo patparaqlashgan chaqda yuz beradigan tunji hodisidir. Undaqda sur degan nima? Surni kim pullaydi? Sur qancha qatim pullanadi? Har bir pulashdan keyin nima bo'ladi? Bandalarning hammasi behush qilinamdi. Sur pullanadigan munguz shakldagi bir narsa bo'lib, arab tilida qarnun degan so'z qo'yning munguzini ko'rsatadi. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir arabiy Nabi sallallohu alayhi va sallamning yoniga kelib, sur degan nima deb so'raganida, Nabi sallallohu alayhi va sallam pullanadigan munguz deb javob berdi. Surni pulagichi. Isrofil alayhissalom surni pulashga muakkal qilingan farishtadir. Bu farishta hamma vaqtda surni pulashga tayyor holatda bo'lib, Parvardigorimizdan buyruq kutib turdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam surni pulagichi farishtaning Alloh uni yaratgandan tartib, surni pulashga tayyor holatda turayotganligidan xabar berib deganki, sur egasi bo'lgan farishtaning ko'zi Alloh uni surni pulashga muakkal qilgandan tartib tayyor holatda turg'uchidir. U ko'zini yumib ochqicha arliqda buyruq qilinib qilishdan qo'rqib, arish tarafga qarab turdi. Uning ikki ko'zi go'yoki osmonda chaqnab turgan cho'ng ikki yulduzdakdir. Qiyomat yaqinlashib qolgan bu zamonda Isrofil alayhissalom surni pulashga texmibak tayyor holatda turdi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sur egisi Isrofil alayhissalom surni og'ziga qo'yib, beshini egib, qo'liqini dang tutib, surni pulash uchun o'ziga keladigan buyruqni kutib turayotgan tursa, men qandaqmi xotirjam bo'lay degan edi. Musulmonlar, ey Rasululloh, u chaqda nima deymiz degan edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hasbunallohu va ni'mal vakil. Tavakkalna alallohi robbina. Allah bizga kifoyadir. U nima degan yaxshi vakil? Biz Rabbimiz Allohga tavakkul qildik, danglar dedi. Surning pullanadiganligining dalillari. Surni pulash haqiqiy pulash bo'lib, bu pulashni butun maxluqotlar anglab qo'rqinchdan yiqiladi. Qur'on va sunnatda surning pullanadiganligiga dalillar bor. Haq taolo aytadi: Sur chalinganda osmonlardagi va zimindagi Alloh xohlagandan boshqa maxluqotlarning hammasi o'ladi. Andan sur ikkinchi qadam chalinganda nagahan ular turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Zumar surasi 68-oyat. U kunda sur chalindi. Allah xohlaganlardan, ya'ni farishtalar, anbiyalar va shuhadodan boshqa osmonlardagi va zimindagi hammani qo'rqinch bosadi. Hamma Allohga bo'ysungan holda keladi. Naml surasi 87-oyat. Sur chalingan hamon ular qabrlardan chiqib, Parvardigori tarafga yugurdi. Yasin surasi 51-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, andan sur chalindi. Uni faqat bo'ynining bir tarafini past qilib, yana bir tarafini egiz ko'tarib quloq solgan odamlar anglaydi. Uni oldi bilan tugisini sug'urdigan, ko'lni o'nglayotgan kishi anglaydi. Oldi bilan bu odam sur ovozidan o'ladi. Andan uning atrofidagi kishilar o'lishga boshlaydi. Surning pullanish qatim soni. Isrofil alayhissalom surni nihoyat qattiq 2 qatim pullaydi. Birinchi qatim pullash. Uningdan butun jonliqlar qo'rqib ketadigan va o'lib ketadigan pullash. Bu pullashda butun jonliqlar o'ladi va olam halok bo'ladi. Bu pullash bilan ins, jin, farishtalar, hayvonotlar, qushlar va hasharotlarning hammasi yo'q bo'ladi. Faqatla g'olib va qahr qiluvchi Alloh qoladi. Ikkinchi pullash. Qabrlardan tirildirib chiqarish uchun pullash bo'lib, bu pullashda o'liklar qaytadan tirilib qabrlardan chiqadi. Alloh taolo bu ikki pullashni va bu ikki pullashda yuz beradigan ishlarni zikr qilib dediki, sur chalinganda osmonlardagi va zimindagi Alloh xohlagandan boshqa maxluqotlarning hammasi o'ladi.
Andın sur ikkinchi qatim chalinganda nagahan ular turib nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Zumar surasi 68-oyat. Allah Taalaning insonlarning ikkinchi sur po'ligandan keyin qabrlardan turish holatini sifatlab deganki, sur chalingan hamon ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yugurdi. Yasin surasi 51-oyat. Allah Taala birinchi po'lashni rajifa, ikkinchi po'lashni radifa deb atab mundaq degan. Bu kun, ya'ni qiyomat kunida tavriguchi, zimin va uningdagi shay'lar qo'shilib tavraydi. Uning orqasidan osmon va uningdagi shay'lar qo'shilib, yana biri agishib tavraydi. Yana bir o'rinda Alloh taolo birinchi po'lashni sayha, qattiq ovoz, ikkinchi qatimda an-nafxu bis-sur deb keltirdi. Ular faqat bir ovoznila, ya'ni Isrofil alayhissalomning birinchi qatimliq chalgan surnini kutdi. Ular dunyoda savdo-satiq va shuningga o'xshash ishlar ustida janjallashib turgan holatlarda u ovoz ularni halok qiladi. Ular bir-biriga vasiyat qoldirishqami, oilasiga qaytishqami qodir bo'la olmaydi. Sur chalingan hamon ular qabrlardan chiqib Parvardigori tarafga yugurdi. Yasin surasi 49, 50 va 51-oyatlar. Ikki po'lashning oraliqidagi vaqtning miqdori. Ikki po'lashning oraliqini belgilab beradigan ochiq bir bayon kelmadi. Lekin Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda buningga bir oz ishorat kelgan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ikki po'lashning oraliqidagi vaqt 40 deganligini aytganida, biri 40 kunmi desa, u Abu Hurayra bilmagachga tayinlamayman dedi. 40 oymi desam, u tayinlamayman dedi. 40 yilmi desam, u tayinlamayman dedi. U Rasulullohning so'zini davomlashtirib yana dedi. Andın Allah osmondan yağmur yağdırsa, ular xuddi o't çöp ungandek unishidi. Faqat birla ustixondan boshqa insonning hamma yeri chirib ketadi. U bo'lsa-mu, to'g'ir so'nkining uchidir. Uningdan inson qiyomat kuni qayta qurashtiriladi dedi. Sur qaysi kuni po'lindi? Uning bilan butun jonliqlar o'lib ketadigan birinchi surning po'linishi va butun maxluqotlar qayta tirilib, qiyomat qoyim bo'ladigan ikkinchi surning po'linishi har ikkilisi juma kuni bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam sizlarning kuninglarning eng afzali juma kunidir. O kunda odam yaratildi, yana shu kunda qabz qilindi, o kunda sur po'lindi va o kunda xaloyiqlar o'lidi. O kunda menga ko'p durud aytinglar. Sizlarning aytgan durudinglar menga ko'rsatildi deganida ashoblar: "Ey Rasululloh, sizlar chirib ketadigan tursizlar. Bizning aytgan durudimiz sizlarga qandoq ko'rsatildi?" deganida Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Haqiqatan Allah zaminga anbiyalarning tanlarini yeyishni harom qilgan" dedi. Yana qiyomat juma kunidan boshqa kunda bo'lmaydi degan. Yana juma kuni inishchindan boshqa barliq jonliqlar qiyomat qoyim bo'lishdan qo'rqib, tong atgandan boshlab kun chiqquncha quloqlarini ding tutib jimjit turdi degan. Birinchi qatim po'langan surni anglaydigan tunji kishi. Sur birinchi qatim po'lindi. Halbuki o chaqda insonlar va boshqa maxluqotlar odatdagidek yashayotgan bo'ladi. Ularning bir qismi bozorda kiyim olayotgan, bir qismi tugusini sag'ib sutini ichish uchun uyga qaytayotgan, bir qismi suv yig'ib tugusini sug'urish uchun quduqning yanidagi ko'lchakni o'ngshayotgan, yana bir qismi xotirjam holda bir luqmadan tamoq yeyotgan bo'ladi. Isrofil alayhissalom tuyuqsiz surni po'laydi. Bu po'lashda shundaq bir qo'rqinch borki, uningdan jonlar titrab ketadi, yuraklar yerilib ketadi va maxluqotlarning jonlari tanlardan chiqib o'lib ketadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, qiyomat cho'qim ikki kishi raqiblarni oldinlariga yeyib, taxi sodisini puttirib yoki uni qatlab yig'ib bo'lguncha qoyim bo'lib ketadi. Qiyomat kuni cho'qim kishi sutlik tugisining sutini sag'ib, qaytib taxi uni ichib bo'lguncha bo'lib ketadi. Qiyomat cho'qim u kishi ko'lchikiga lay suv avitib, taxi uningda ulg'ini sug'armasdanla qoyim bo'lib ketadi. Qiyomat cho'qim kishi luqmasini og'ziga opirishiga qoyim bo'lib ketib, uni yeyolmay qoladi. Allohning mu'minlarga rahmat qilganligi. Sur po'langan chaqdagi qo'rqinch bak qattiqdir. Shuning uchun Alloh sur po'lanishdan ilgari mu'minlarning jonlarini nihoyat siliqlik bilan qabz qiladi. Faqat maxluqotlarning nacharlarni qilib qoladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu sur po'lanishdan ilgari va sur po'lanish jarayonida bo'lgan ishlarni bayon qilib deganki, Dajjal ummatimning ichidan chiqadi va 40 vaqt turdi. Ravi 40 kun, 40 oy yoki 40 yil deganini bilolmadim deydi. Shu chaqda Alloh Maryam o'g'li Isa alayhisalomni avatadi. U Urva ibn Mas'udga o'xshab ketadi. U Isa alayhisalom Dajjalni izlab tepib o'ldirdi. Andin insonlar Isa alayhisalomdan keyin orasida adovatmi bo'lmay 7 yil inoq ittifoq yashaydi.
Andın Allah Şam tarafdan soğuq şamal əvətidi. O şamal yer yüzüdə qalbida zərrəçilik yaxşılıq yoki iman bolğan kişini qaldırmay qabzırıq qılıdı. Hatta birər sanlar tağının bağrığa kirib alğan taqdirdimi şamal şu yerga berib onun canını almay qoymaydı. Yer yüzüdə yaman işlarga berilishdə qushning uçqunidek tiz, yirtqich vahşi hayvonlardek hurkiraydigan insonlar qaradı. Bu chaqda yaman ishqa o'tdek aldiraydigan yirtqich hayvonlardek vahşi insonlar qaladı. Ular na yaxshilikqa buyurmaydi, na yomonlikdan to'smaydi. Andin shayton ularga bir odamning surtida ko'rinib, "Mening so'zimga kirmamsizlar" deydi. Ular "Bizni nimaga buyuruysan" deydi. Shayton ularni butqa cho'qinishga buyuruydi. O chaqda ularning rizqi kang, turmushi farovon bo'lib ketadi. Andin sur chelindi. Uni faqat bo'ynining bir tarafini past qilib, yana bir tarafini egiz ko'tarib quloq solgan odamlar anglaydi. Uni oldi bilan tugisini sug'uradigan ko'lni o'nglayotgan kishi anglaydi. Oldi bilan bu odam sur ovozidan o'ladi. Andin uning atrofidagi kishilar o'lishga boshlaydi. Andin Alloh shabnamdek bir yomg'ir yog'dirdiki, uningdan kishilarning jasadlari o'nib chiqadi. Andin keyin ikkinchi qatim sur chalinganda nagahan ular turib, nimaga buyurildiganliklariga qarab turdi. Andin "Ey xaloyiq, Parvardigoringlar tarafga kelinglar" deyildi. Farishtalarga ularni to'xtatib turinglar. Ular jimiki so'zlari va ishlaridan savol-so'roqqa tortiladi deyildi. Andin farishtalarga do'zaxga yo'llanadiganlarni chiqaringlar deyilsa, qanchalikdan qanchani deb so'raladi. Har 1999 ni deb javob beriladi. O shundoq bir kundirki, dahshatidan bolalarning beshini oqartib o'tadi. O shundoq bir kundirki, ishlar qiyinlashadi. Alloh bizga yetarlikdir. O nima degan yaxshi vakil? Surning chilinishi qo'rqinchli ishdir. O vaqtda yuz beradigan ishlar texmi qo'rqinchlidir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bizga hasbunallohu va ni'mal vakil. Allah bizga yetarlikdir. O nima degan yaxshi vakil bo'lg'uchi deyishni o'rgatdi. Ya'ni Allohga iltijo qilishimiz bizga kifoya qiladi. O Allah qo'rqqanlarga amonlik berguchidir. Birdam to'xtash. İsrafil alayhissalom bak haybatlik, darajasi ustun va davomli ibodat qilib turadigan bo'lsa-mu, yaratquchi Allohni ulug'laganligi va qo'rqqanligi uchun titraydi. Sajiya Islom tadqiqot markazi